Xonqa tumani Oxunbabayevda yangi ochilgan O'zbekistondagi nomer 1 salon hisoblanadi. Hozirgi kunda narxlari qanaqa bo'layotganligi haqida sizlarga bir boshdan tanishtirib, ma'lumot berib o'tib ketamiz. 13,5 milliondan boshlanadi. Eng arzoni 13,5 milliondan 170 milliongacha bor. Miyasiga keladigan bo'lsak 2000 talik miya. Hozir 2000 vatli motor miyalar. 2000 talik miya. Elektronlikdan ham arzonda masalan. Deylik, elektronli mototsikldan ham arzon. Bu asosan benzinli mototsiklga qiziqadigan mijozlarimiz uchun Albatta. tavsiya beriladi. Reduktorning o'rniga mana akkumulyatordan mototsiklimiz o'zini silindrini ko'taradi. Zavod 2 tonnagacha bergan sizlar 2,5 tonna qo'rqmay tonagacha bemalol qo'rqmasdan bossa bo'ladi. Mana ko'pchilik so'ragan eng zo'r mototsikllardan bittasi Hunji. Ko'pchilik Labo beradi buni narxiga deyishadi, lekin Labo bilan buni osmoncha farqi bor. Mana ichki qismi. Demak, bu salon qismiga отдельно e'tibor qaratishgan bitta ko'rsatib o'tamiz shu joyda. Motion rulli, boshqaruvchi mexanika, gaz, tormoz, tepleniya bor. Narxi наличиеga 35 million so'm. 35 million so'mga Lifan K19 modeli. Buni O'zbekistonda yagona va eng katta mototsikl saloni degandik. Gapimiz isboti ko'rishinglar mumkin. Ikkinchi qavatga ushbu turdagi liftlar asosida chiqdik. Sizlarga bir boshdan ikkinchi qavatni demak obzor qilib ko'rsatib beramiz. Ko'rayotgan barcha assortimentlar ikkinchi qavatda ham, uchinchi qavatda ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Assalomu alaykum Bobon o'tirganlik kuzatuvchilari. Biz bugun Xorazmdan kuzatadigan mijozlarimizning talab va takliflaridan kelib chiqqan holatda Xonqa tumani Oxunbabayevda yangi ochilgan O'zbekistondagi nomer 1 salon hisoblanadi. Ham kattaligi tomonidan, ham assortimentlar ko'pligi tomonidan O'zbekistonda yagona hisoblanadi. Ushbu salonimizni nomi Lifan Moto salon hisoblanadi. Demak, biz bugun sizlarga ushbu salonni tanishtirib o'tamiz. Ushbu salonda mavjud bo'lgan mototsikllar, skuterlarni hozirgi kunda narxlari qanaqa bo'layotganligi haqida sizlarga bir boshdan tanishtirib, ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bunda bizga ushbu salonning bosh sotuvchisi demak Akbar akamiz bizga yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Demak, yetib keldik biz. Bo'ldi, xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Qanaqa ma'lumotlarni berib o'tamiz? Birinchi navbatda Xorazmda so'raydigan mijozlarimizning talab va takliflaridan kelib chiqsak, eng arzon mototsikllarga qiziqar ekan. Benzinlimi, elektrichkami? Birinchi navbatda benzinlidan boshlasak, benzinli mototsikllarimizni, Gruzoy mototsiklarimizning eng arzoni 17 million so'm. 17 million so'm. Eng arzoni 17 milliondan, eng qimmati 41 million so'm. Bu Gruzoy mototsikllariga tegishli. Yuk tashish uchun mo'ljallangan. Yuk tashish uchun, Keyingi yengil mototsikllarga keladigan bo'lsak, 2 g'ildirakli mototsiklarimizning eng arzoni 10 Sağ ol. Sağ bo'ling. 13,5 milliondan boshlanadi. Eng arzoni 13,5 milliondan 170 milliongacha bor. 170 million so'mgacha demak 2 g'ildirakli mototsikl. 2 g'ildirakli mototsikillarimiz 13,5 milliondan 170 milliongacha bor. Demak bu o'sha Benda 700 modeli. Eng qimmati Benda 700 modeli. Bu 4 silindrli o'sha Brembo tormoz sistemalari bilan jihozlangan eng baquvvat mototsikl hisoblanadi. Undan tashqari elektronli mototsikllarimiz 3,5 milliondan 22 milliongacha elektronli mototsikllarimiz bor. Buning ichida skuterlar kiradi, elektronli skuterlar, undan tashqari Gruzoy mana yuk tortadigan Gruzoy mototsikllarimiz kiradi. Endi assortimentlari ko'p, orasida hozir birma-bir tanishtirib o'tamiz hammasini. Albatta. Hozir nimadan boshlaymiz? Skuterdanmi yo benzinli yo elektronli mototsikllardanmi? Elektroniyadan boshlaversak, demak do'kon 3 qavat deb ma'lumot berdingiz. 3 qavat. Tanishtirib o'tasiz. 3 qavatida ham mototsikl joylashgan, 4 qavatli do'kon, podval qismida mebel joylashgan. Bizlarda mebellarimiz ham foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati bor mebellarni. Albatta, mebel kim agar mebelga qiziqadigan bo'lsa, bemalol ushbu do'konga tashrif buyurib, pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqib, foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilsa bo'ladi. Mototsikllarni ham 5% to'lash mumkin, faqat Xorazm ichiga. Masalan, yarim pulini berib, qolgan qismini 1 oy, 2 oy ichida foizsiz to'lash imkoniyati bor. Albatta. Mabodo deylik 5 million so'mgacha pul yetmay qolsa, 5 million, 7 milliongacha
Bir oy 2 oy ichida foizsiz bo'lib to'lash xizmati ham bor. Qolaversa, dastavka xizmatlari qanday bo'lyapti? Dastlabki xizmatlari Xorazm ichiga besplatni dastavka xizmat qilib beriladi. Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 ko'l Beruniyaga besplatni qilib beriladi. Faqat viloyatlarga kelishilgan holatda dastavka qilib beriladi. Viloyatlarga kelishilgan holatda, deylik, Buxoro, Samarqand, Navoiy. Endi baribir viloyatlarga ham skidkasi bor. U dastavkasi ham xudo xolasa o'sha ichida bo'lib ketadi. Albatta. Bemalol pastda qoldirgan ushbu nomerlarimizga aloqaga chiqarasiz. Qani unda boshladik. Qaysi biridan boshlayman? Babo Motors. Babo Motorsimiz 5 batareykali, 5 batareyka. Kuzov razmeri 1.60 ga 1.30. 1500 lik miya bilan jihozlangan mototsiklimiz. 1 yil davomida garantiya beriladi mototsikilimizga. 1 yil davomida. 1 yil davomida garantiya beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi bugungi kunda 11 million so'm. 11 million so'mga Babo Motors. Babo Motorsimiz. Demak, kimga aynan ushbu turdagi bu yuk ko'tarish hajmi qancha? Yuk ko'tarish hajmi 800 kilogagacha, 500 dan 800 kilogagacha. 500 kilogramdan 800 kilogramgacha. Endi yo'l holati, yuk holatiga qarab albatta. Yo'l holatiga qarab albatta. Bu tashqi tomonlama dizaynlarni bir ko'rishingiz mumkin. Narxi 11,5 million so'mdan sotilyapti. Demak, bizning Babo Motors kanali nomidan chiqsanglar 11 million so'm qilib beradi. Keyingisi 1.80 ga 1.30 kuzovli Largo 6 ta batareyka bilan jihozlangan. 1800 lik miya, 1800 lik miya. Mototsiklga xudo xolasa naqd pulga 14 million so'm. 14 million so'm. Buni ham kesalar 500 ming so'm skidka qilib 13,5 million qilib beramiz. Demak, aynan ushbu video orqali kelsalar, eshitib yoki telefon qilib xarid qilmoqchi bo'lsanglar, 500 ming so'm skidka asosida 13 million 500 ming so'mga 6 ta akkumulyatorli zapaska ballonlari bormi? Hamma narsasi bor. Zapaska balloni, kaskasi, hamma narsasi bor komplektida. Undan tashqari tez kunlarda Babo Motors'ning yangi modellari kirib keladi. Xudo xolasa bu O'zbekistonda bitta bo'ladi. Mana bilasizlar, Babo Motors'ning yangi modellari 2 kun ichida kirib keladi. Ularning narxlari arzon, sifati boshqa modellarga qaraganda sifatli bo'ladi. Sifat tomonlama boshqa modellardan ancha farq qiladi. Keyingi modelimiz Eldosh. Bu Eldoshni kuzov razmeri 220 ga 140, yuk tortishi 1,5 tonnagacha yuk tortadi bu mototsiklimiz. 1,5 tonnali. Bu litiy batareykali, bitta batareyka joylashgan. Ko'rsatib o'tsak, litium akkumulyatorga juda ko'plab qiziqishlar bor. Litium akkumulyator ushbu holatda bo'ladi. Bu demak, amper metraji haqida, voltlar haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsak, 60 volt 120 amperni tashkil etar ekan. Ya'ni 5 dona 120 amperli akkumulyatorning o'rnini bosadi. Miyasiga keladigan bo'lsak 2000 talik miya. Hozir 2000 wattli motor miyalar. 2000 talik miya. Tormoz sistemalari ham jidkisli. Jidkisli. Mana ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari orqa ballonlarida hamma support. Tormoz sistemasini ko'rsatadi. Bitta ko'rsatib o'tsak mana. Supportli. Bu prostoy emas. Endi bu narxiga keladigan bo'lsak, bu pul o'tkazishga ham 22 million so'm. Nalichi pulga olsangiz ham 22 million so'm zavod narxi. Demak, перечислениyaga ham nimaga? Narx o'zgarmaydi, 22 million so'm. Lekin bu model, Eldosh model O'zbekistonda faqat Samarqandda chiqadi, lekin o'zi chetdan keladi. O'zi asosan chetdan keladi. Samarqandda ishlab chiqariladi, Xorazmda yagona rasmiy tezliklar. 1 yil garantiya beriladi bunga ham. 1 yil garantiya. Bu demak, bitta sizlarga tashqi tomondan dizaynlarni ko'rsatib bersak, litiumli akkumulyator bilan ta'minlangan 1 yilgacha kafolat beriladi. Mana kuzov 1,5 tonnagacha. Kuzov hajmi 220 ga 140 santimetrni tashkil etadi. Eldosh brendi ostida ishlab chiqarilgan. Davom etamiz bunda. Undan tashqari bu yerda Bodo firmasiga tegishli mototsiklimiz bor. Bu 14 million sotilgan mototsikl, 14,5 million bugungi kunda 13,5 million so'mdan beramiz. Bunda 6 ta batareyka jihozlangan, 1800 lik miya, 1.30 ga 1.80 kuzov. Demak, 1 tonna 200 kilogramgacha yuk bemalol tortadi. Bu Bodo brendi ostida ishlab chiqarilgan elektronli mototsikl. Boshqa mototsikllarga nisbatan bo'y tomonlama ham farq qilar ekan. Bo'y tomonlama endi tikka turadi-da, balandti yerdan ko'proq baland turadi boshqalarga qaraganda. Endi hozir elektrichkalar ikkinchi qavatda ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Elektrichkalarimiz hozir yangi partiyamiz endi kirib keladi, xudo xolasa. 2-3 kun ichida yana assortimentlarimiz ko'p. Hozir endi sekin benzinliga o'tib ketsak. Albatta. Benzinlining eng arzonidan boshlaymiz videoni. Eng arzon benzinli mototsikldan boshlasak.
eng arzon benzinli mototsiklimiz Alpni Pantera degan varianti 17 million so'm. 17 million so'mga benzinlik mototsikl Alp Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka. Avtomat korobka, ya'ni mexanika emas, avtomat korobka. Boshqaruv tizimi ham demak oson. Oson boshqaruv. Ayol kishilar ham bemalol haydasa bo'ladi bu mototsiklimizni. 130 kubalik motor bilan jihozlangan. 130 kubalik motor. Расход 100 kilometrga 3 litr benzin sarflaydi. 3 litr benzin sarflaydi. Narxi 17 million so'm. 17 million so'm narxi 500 kilogrammgacha yuk bilan bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Benzinli boshqaruv tizimi avtomat hisoblanadigan mototsikl. Undan tashqari yana bitta varianti bor. Buni kuzovi nariga qaraganda kattaroq. Sal kattaroq. Demak, bitta solishtirib o'tib ketsak shu joyda, bu sal kichikroq, bu sal kattaroq. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham pol avtomat korobka. Splena bo'lmaydi bunda ham. Yuk tortishi 1 tonnagacha tortadi. 1 tonnagacha pol avtomat. Narxiga keladigan bo'lsak 19 million 500 ming so'mga ketadi. 19 million 500 ming so'm. Sal kam elektronli mototsiklning puliga. 1 tonnalik benzinli hozir endi mana elektronlidan hozir 22 millionga ham bor-ku. Mana elektronlidan ham arzon-da masalan. Deylik, elektronli mototsikldan ham arzon. Bu asosan benzinli mototsiklga qiziqadigan mijozlarimiz uchun Albatta. tavsiya beriladi. Undan tashqari hozir Real Moto'ga skidka berganmiz. 220 ga 140 kuzov. 220 ga 140. Mana 200 lik motor. 200 kubalik motor. Водяной. Komplektda hamma narsasi bor. Ya'ni zapaska balon, kaska, ключ naborlari. 8 ga 5 rama. Mototsikl narxi 23 million 500 ming so'm. 23 million 500 ming so'm 2 tonnagacha demak ko'taradi. Bemalol. Bemalol. Bu zavod tomonidan yoki sizlar tomonidan qanaqa garantiyalar bor motoriga? Motoriga 2000 kilometr garantiya beramiz. Bu mototsiklni ramasiga 3 yil davomida garantiya beramiz. Ramasiga 3 yil davomida. Demak, hozirgi kunda O'zbekistonda ko'plab benzinli mototsikllar ishlab chiqarilmoqda. 1 yildan keyin ramalari sinib ketish holatlari kuzatilmoqda. Shuni oldin olgan holatda sizlar 3 yilgacha garantiya bera olasizlar. Albatta, gap bo'lishi mumkin emas. Benzin bo'yicha narxlarimiz hamma joyda arzon. Bemalol raqobat qila olasizlar. Bemalol raqobat qila olamiz. Endi bu yerda assortiment ko'p. Mana keyingisi Eldosh 2 metr. Eldosh brendi ostida. Bu o'zi 1.90 2 metr deyiladi. 200 lik motor bilan jihozlangan, 8 ga 5 RAM, 50 lik yelka bilan jihozlangan. Old mordasini ko'rsangiz ham mana shunaqa ustki variantda chiqqan. Bu motosiklimizda ham komplektida hamma narsasi bor mana. Kaskasi, dankrat kuluchi, mana qo'lqoplari, mototsiklni yomg'ir paytida kiyadigan plashi hamma narsasi bor komplektida. Demak, hech nima ortiqcha rasxod qilmasdan shunchaki minib olib ketishadi. Narxiga keladigan bo'lsak 21 million 500 ming so'm. 21 million 500 ming so'mga dash elektroniyadan ham bu arzon ekan. Naqd pulga ham shu, pristinaga ham shu. Pul o'tkazishga farq yo'q. Endi ba'zilar firma orqali xarid qilmoqchi bo'ladi. Mana ko'rib tursa 21,5 million. Значит, 17 milliondan boshlanib, mana hozirgacha 23,5 milliongacha assortiment ko'rdik. Endi kattaroq, ya'ni odamlar bizga qo'sha ballon mototsiklga qiziqadi, samosval mototsikllarga qiziqadi. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketsak. Ularni ham aytamiz. Hozir endi bir tarafdan mana shuni aytib ketsak, mana 23,5 millionga Neystar 2 metrlik водяной 200 talik lavol motor bilan jihozlangan, katta panejini qo'ygan 23,5 million so'm. Albatta. Demak, bu yerda barcha benzinli, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan barcha benzinli mototsikllarni V1 topsa bo'ladi, assortiment topsa bo'ladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, undan tashqari Xitoydan keladigan hamma assortimentimiz bor. Muammo yo'q. Kelib, kimga mana misol uchun New Star, Eldosh, Cavallo, Alp, Hunji, Lochin kerak bo'ladigan bo'lsa bor. Hammasi. Klient qaytib ketmas ekan shu tomondan. Hozir klient nimani xohlasa o'sha modelni biz topib beramiz. Albatta. Talab va takliflarga ko'ra xohlagan mototsikl bor. Mana hozir o'sha Nevistarning 2 metrlik baland kuzov deyiladi bu. Buni ham yuk tortish 2 tonnagacha. Buni ham narxini 24 million qilib qo'yibmiz. 24 million so'm nisbatan Gou'dasi boshqa benzinli mototsikllardan. Endi New Star modellari orasida balandroq qilib ishlab chiqarilgan. 24 million so'm narxi. Bu yerda mana Skymax bilan Cavallo brendi ikkalasi bitta zavod narsasi, mahsuloti. Bunga Skymax deb nom berilgan, Cavallo deb nom berilgan ikki xil. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bugungi kundagi narxi 25,5 million so'm.
25,5 million so'm. Kuzov razmeri 220 ga 140, 220 ga 140, 200 talik motor, zo'rishli motor. Zongshin motor. Ha. Endi narxi 25,5 million so'm. 220 lik. 25,5 million so'm. Bu ham 2 tonnadan ortiq Ha, tortadi. Tortadi. Demak, mana 27-26 million sotilayotgan ekan, bu albatta bizning kanalimiz nomidan Ha, chiqqan. 25,5 million qilib beramiz. 25,5 million. Undan tashqari bu yerda mana Newstan 220 lik yangi vipiskalari bor. Bu yangi vipiska nima bilan farq qiladi? Mana ikkita rama. Ramasi ham ikkita bo'lib ketgan, двойной rama. 200 talik Lavol motor, original motor, katta panajinda qo'yilgan. Kuzov razmeri 220 ga 140. Kuzovi press kuzov deyiladi. Mana press kuzov. Qovurg'ali. Qovurg'ali shakliga qarasangiz hamma joyi ko'rinmaydi. Bu mototsiklimiz narxiga keladigan bo'lsak, bugun skidkada 24 million 500 ming so'm qilib qo'yamiz. 24 million 500 ming so'm. Ha. Skidka asosida. Ha, 2,5 tonnagacha bemalol garantiya bilan tortadi. 2,5 tonnagacha. Albatta test drive'lar qilingan. Qilingan. 24,5 milliondan beramiz. Bo'ldi. Mana ikki xil sveti bor, qizil, ko'k. Ranglardan assortimentlar. Qizil, ko'k. Endi bu yoqda hozir yangi modellardan Eldoshning yangi modeli chiqqan. Buni ko'rishingiz mumkin. Eldoshning bu yangi modelimiz 220 ga 140 kuzov. 220 ga 140 kuzov, 8 ga 5 rama bilan jihozlangan mototsiklimiz. 200 lik motor, diskalariga ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, bir ko'zga tashlanish uchun diskalar ham qizil bilan bo'yalgan. Red line qilinib. Endi buni ikki xil varianti bor. 220 likni. 27 millionligi bor, 26 millionligi bor. 27-26. Farqi? Farqi bittasida panajinli bor, bittasida yo'q. Ha, panajinli и bez panajinli 27-26 million. Bu pul o'tkazishga ham o'sha narx, naliksiga ham o'sha narx. Deylik, buni ham o'sha 5 million, 6 million pul yetmasa, o'sha siz aytgandek olib ketsa bo'ladi. Halol nasiya savdosi orqali bo'lib bo'ladi. Undan tashqari mana hokim yordamchilar orqali mana 2 metrliklarni 30 million, 30 milliondan kamiga olmaydilar. Bizlarda o'sha narsani 220 ligi 27 million so'm. Ha, deylik, hokim yordamchilar 33 millionga chiqarib beradigan mototsikllarni sizlar 27 million so'mga chiqarib berasizlar. Ha, hamma joydan arzon qilib beramiz. 100% mana shu klientlar olmoqchi bo'lsa, albatta o'sha Telegram orqali bizlarga murojaat qilsa, o'tirib bafircha gaplashamiz. Qaysi modelni xohladilar, o'sha modelni xudo xolasa narxni kelishilgan holatda dastavkalarni ham qilib beramiz. Ha, dastavkalar, narxlar kelishilgan holatda, garantiyalar, qo'shimcha jihozlari bilan. Davom etamiz. Keyingi ko'rsatuv. Keyingi modellarimiz eng nomerali mototsikllardan bittasi bo'lgan Hunji. Hunji brendi. Ha, Hunjini bilasizlar, sifat bo'yicha eng sifatli mototsikl hisoblanadi. Undan tashqari bu elektronli samosval deyiladi. Elektronli samosvalimiz nima bilan farq qiladi? Bunda reduktor bo'lmaydi. Reduktorning o'rniga mana akkumulyatordan mototsiklimiz o'zini silindrini ko'taradi. Ha, akkumulyator orqali. Akkumulyator orqali elektronli hamma narsasi. Bu yerda kardan kesilmagan holatda turibdi. Bu Hunjimiz 220 ga 140 kuzov 250 lik motor bilan jihozlangan. Endi bu mototsikl o'ta baquvvat. Bizlar 2,5 tonnagacha bosib haydab ko'rganmiz buni. 2,5 tonnagacha. Ha, bemalol tortadi. Zavod 2 tonnagacha bergan sizlar 2,5 tonna qo'rqmay tonnagacha bemalol qo'rqmasdan bossa bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, samosvalimiz 34 million 500 ming so'm. 34 million 500 ming so'm Hunji brendi 2,5 tonnagacha yukni o'zi ag'darib beradi va harakatlana oladi. Ro'shanoga yetmang chiqaman. 34 million 500 ming so'm narxi. 250 kubalik. Ha, keyingi modelimiz Cavallo. Bu Cavallo 220 ga 140 samosval, zavodskoy. Bu Skymax deyiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 28 million 500 ming so'mga beramiz. 28 million 500 ming so'mga 2 tonnali samosval, Cavallo va Skillmax brendlari orasida ishlab chiqarilgan zavodskoy samosvalli benzinli mototsikl. Ha. Undan tashqari 3,5 tonnalik mana bu yerda Alp Kashalot modelimiz turibdi. Buni kuzov razmeri 260 ga 140. 260 ga 140. Ancha kattaroq. Ancha katta mototsikl, qo'sha balon, yuk tortish 3,5 tonna berilgan. Bugungi kundagi narxi 39 million so'm. 39 million so'mga 3,5 tonnali samosval qo'sha balon Alp Motors brendining mototsikli. Bu bortini bitta ko'rsatib bersak, boshqa mototsikillardan farq qiladi. Uzunligi tomonlama 260 ga 140 sm ni o'z ichiga olar ekan. Zongshin motor 300 kubalik Zongshin motor bilan
ta'minlangan. Mana bitta ko'rsatib o'tamiz bu yoqdan. To'xtatib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Понижний повышенный funksiyalari bor albatta. Undan tashqari hozir bu yerda mana ko'pchilik so'ragan eng zo'r mototsikllardan bittasi Hunji. Bu Hunji modelimiz mana samosyol 2 metrlik. Aha. Samosyol. Bu hozirgi kunda nalichi bo'ladigan bo'lsa 29 million so'mga beramiz bu Hunjini. 29 million so'mga 1,5 tonna, 2 tonnaga cho'k Ha, ko'taradi. 1,5 dan 2 tonnagacha tortadi. Hunji, samosyol 29 million so'm. 29 million so'm nalichiga faqat. Faqat nalichiga amal qiladi ushbu narx. Mana bitta ko'rsatib o'tamiz. Videoni qayta to'xtatib shu joyda ko'rib, yaxshilab e'tibor bersanglar bo'ladi. Albatta assortimentlar ko'p. Endi bu Hunjini boshqa modellarga qaraganda sifat darajasi yuqoriroq. Sababi har bitta detaliga juda ham bir ahamiyatli qilib kafolat beriladi. Har bitta detaliga. Har bitta detaliga. Ya'ni motoriga buni yaponskiy motor hisoblanadi. Hunjini motori 10 ming kilometr garantiya beriladi. Masalan, boshqa mototsikllarga 2000 kilometr garantiya beriladigan bo'lsa, bunga 10 ming kilometr garantiya. 10 ming kilometr garantiya beriladi. Buni hech bir zavod yo'q O'zbekistonda bunaqa garantiya beradigan, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Albatta. Biz o'sha o'zimizning Bobo Motors kanalimizda barcha benzinli mototsikllarga borganmiz. Deylik 500 kilometrdan 2000 kilometrgacha maksimum garantiya berilgan. Deylik Hunji 10 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Undan tashqari mana zadniy mostlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, zadniy mostlar juda ham ulkan zadniy most, katta. Qo'shimcha yuk uchun mana prijillar qo'yilgan. Mototsikl endi hozir qo'rqmasdan o'sha Nevistar ikkalasi raqobatlashadi-da bular. Nevistar ham zo'r sifat bo'yicha, Hunji ham eng sifat bo'yicha. Sifat bo'yicha Hunji bilan Newstar O'zbekistonda raqobat. Raqobat ikkalasi kuchli brend, xudo xolasa sifat bo'yicha ham zo'r. Mana ko'pchilik bu yerda bizlarda Skymax bilan Skymax Max dedilar, lekin o'sha Skymax bilan biz hozir Nevistar ikkalasini birga qo'yib tortadigan bo'lsak, Nevistar oldiga chiqmaydi. Albatta. U bugun bor, ertaga yo'q modellar ular. Deylik, odamlarning talab va takliflariga ko'ra olib kelgansizlar, lekin sifat bo'yicha siz o'zingiz Newstar yoki Hunji'ni farqi yo'q, bizga Skymax olsa ham, Skymaximiz ham bor. Lekin endi sifatli narsa albatta. Sifatli narsa ham qimmat yuradi, ham ajralib turadi. Ajralib turadi. O'zi ko'rinishidan ma'lum-ku mana. Albatta. Hozir bu 220 ga 140 250 lik motor bilan jihozlangan mototsiklimiz Hunji narxiga keladigan bo'lsak 29 million 500 ming so'm. 29 million 500 ming so'm. 2 tonnadan ortiq yuk ko'taradi bemalol. Endi bu yerda Hunjining boshqa modellari ham bor. Mana 2 metrligi bor, 25,5 million so'm. 2 metrligi, ya'ni 1,5 tonnagacha yuk ko'taradi. 1,5 tonnagacha 25,5 million so'm. 25,5 million so'm. Bu yoqda 220 lik воздушный 250 lik motorlisi bor. Kuzov razmeri 220. Bu 25 million so'm. Bu 25 million so'm. Bu воздушный. Воздушный, Keyingi воздушныйmiz bor. 2 metrlik 200 lik motor, воздушный, пониженный hamma narsasi komplektida bor. Bu mototsiklimiz 24 million so'm. 24 million so'm. Ya'ni. Endi kabinali mototsikllarga keladigan bo'lsa, kabinaning eng zo'ri mana ko'p turganlaringizda mashin. Bundan bitta qoldi, xudo xolasa, yana bir qaysidir klientimizniki bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki hammasi tugadi-da buni endi. Sotilib ketdi. Bu O'zbekistonda yagona deylik. Yagona. Labolarni ham qotili desak bo'ladi. Ko'pchilik labo beradi buni narxiga deyishadi, lekin labo bilan buni osmoncha farqi bor. Labo buni qilgan ishini hech qachon qila olmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, laboni kuzovi uzog'i bilan 180. 180 2 metrligi bor. 2 metrligi bor. Buni kuzovi 250. 250. 250 ga 150. 250 ga 150. Mana bitta ko'rsatib bo'lsak, negativlar bo'lishi mumkin shu joyda. Undan tashqari, balonlari 13 lik balon bilan jihozlangan. 13, 12 emas, hech qanday. Yo'q, 13 lik balon. Endi yana bitta narsani aytamiz, ramasiga e'tibor beringlar, ramasining kattaligiga. Bunaqa ramalar endi katta gazel nimalarda ko'ryapmiz. Mashinlarda bo'ladigan, endi o'ta baquvvat. Bu 3,5 tonnaga mo'ljallangan. 3,5 tonnaga. O'shaning uchun ana bu ayrim gapiradiganlar, bu labo bilan tenglashtirmanglar. Laboda o'ta baquvvat. Albatta. Laboni yukini 2 marta tortadi-da. Laboga 1 tonna bossangiz bo'ldi. Bunga 3,5 tonnaga garantiya beraman. 3,5 tonnagacha. Deylik, buni ishlab chiqarganlar tomonidan test drive ham o'tkazilgan. Internetda ko'rgan bo'lishlari mumkin. Mana ichki qismi. Demak, bu salon qismiga отдельно e'tibor qaratishgan. Bitta ko'rsatib o'tamiz shu joyda. Motion rulli, boshqaruv tizimi mexanika, gaz, tormoz, scepleniya bor. 5 ta skorili ko'rsatib o'tsak, orqa tablolari, kameralari bor, orqa nimalarni. Keyin qolaversa qishda harakatlanish uchun pechkalari ham. Pechkasi bor, konditsioneri bor, hamma narsasi bor komplektida.
Albatta. Bu sidenkalari hattoki laboda yo'q. Bu Laboda sidenkalar. yo'q bunaqa narsalar. Bu mototsikl, mashina emas hech qanaqa. Faqat buni bitta aybi borda, 3 g'ildirak bo'ldi tamom. 3 g'ildirak. Buni qolaversa ko'pchilikka motori qiziq bo'ladi-da ushbu mototsiklni. Ha, motor qiziq bo'ladigan bo'lsa, motor 4 porshin bilan jihozlangan. 4 porsionli, Ha, 4 porshinli 110 ta ot kuchiga ega. 110 ta ot kuchiga ega aynan ushbu mototsikl. 4 porshinli. Bu o'zi asosiy yuk uchun chiqqan. Buni zadniy mostlardan bir ko'rsatib olsang, Albatta. nimaga buncha ot kuchi ko'p deb aytishlari mumkin? Sababi yuk uchun mo'ljallangan mashina hisoblanadi. Zadniy mostlari ko'rinib turibdi. Zilni zadniy mostini eslatib oladi shu joyda. O'zi bu Fivistar model. Bu Fivistar modelimiz O'zbekistonga birinchi bo'lib kirib kelgan mototsikl. Bilasanmi, bilmaysanmi? Bu Birinchi. mototsiklimiz 2010-yilda O'zbekistonga kirib kelgan. 2010-yildan beri O'zbekiston Mana shu bozorlarida bor. Fivistar model 2010-yilda kirib kelgan. Buni xorazmliklar yaxshi biladi. Buxoroliklar yaxshi biladi. Sababi buni olib kelgan odam buxorolik akamiz, xudo xolasa, Nuriddin akam olib kelgan Fivistar modelini asli. Aslida kelib chiqishi Buxorodan. Buxorolik. 2013-yilda kirib kelgan model. Bu sifat bo'yicha nomer deydi. Hatto kuzovlargacha germetik qilingan, e'tibor ber. Ya'ni hozir suv ham o'tkazmaydi demak. Ha, bu endi vibratsiya, o'sha ovoz bermasligi uchun, tovush chiqmasligi uchun hamma joyi germetik qilingan. Ha. Undan tashqari hozir Fivistarni yangi modeli Nevistar. O'zi nomi aytib turibdi, mana Fivistar 5 yulduz degani, Nevistar deganimiz yangi yulduz degani. Yangi yulduz degani. Keyin O'zbekiston bilan Xitoy qo'shma korxona bo'lgandan so'ng Fivistar emas, Nevistar bo'lib chiqib boshlagan. Ha. Tushundingmi? Tushundik. Oldin Fivistar bo'lgan, hozir Nevistar. Hozir Nevistar. Menimcha yana qo'shimcha aytadigan bo'lsak, bu yerda Hunjini kabinalisi, bu kabinani ko'pchilik rolni hayda olmaydi-da endi. Hayda olmasa, oddiy kabinaga rolga qo'l tushadi. Bu oddiy prosto rol hisoblanadi. Kuzovi 220 ga 150. Bu ham 3 tonna yuk tortadi. 3 tonna. 3 tonnagacha. Ha. Bu mototsiklimizni значит motor kubasi 350 kubalik. Endi taglariga ko'rsatsang, bu ham katta zadniy most bilan jihozlangan, stabilizatorlar qo'yilgan. Stabilizatorlar, amortizator, risolga e'tibor bergansan, juda ham katta risolni ko'rsatib olsak, juda двойной ulkan risol haqiqatda. 3 tonna yuk uchun bemalol talabga javob beradi. 350 kubalik mototsikl hisoblanadi. Mana ichkari qismini ham ko'rsatadigan bo'lsak, ichi juda ham katta-da endi bu. Ha, 2 kishi, 3 kishigacha bemalol harakatlansa bo'ladi. Bu haydovchi agar hayda olsa. Mana bu ko'rsatib beradi. Bemalol haydaydi lekin. Mototsikl rulli, bunda ham albatta pechkalari, konditsionerlari hamma narsasi bor. Narxiga keladigan bo'lsak, bugungi narxi 43 million so'm. 43 million so'm. Bu rasxod qanaqa bo'ladi? Rasxod bularda 5 litr. Bularga gaz qo'ysa bo'ladi. Gaz qo'ysa bo'ladi, qo'rqmasdan. Deylik, ushbu mototsiklga ham gaz qo'ysa bo'ladi, bunga ham. Buni bitta narxini aytib o'tib ketmadik. Ha, buni narxiga keladigan bo'lsak, 5300 dollarda. Agarda so'mga o'giradigan bo'lsak, bugungi kuni 68 million 900 ming so'm. 68 million 900 ming so'mga yoki 5300 dollarga hisoblasak bo'ladi. Undan tashqari mana bu yoqda 300 kubalik Cavallo brendi asosida ishlab chiqarilgan 220 ga 140 mana shu mototsiklimiz bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak 33 million so'm. 33 million so'm. Endi bu arzon benzinli kabinali mototsikl. Bu ham rolli so'raydiganlar uchun. Mana ichkari qismi. Ha, bu ham deylik, anu 5 starni sal kichraytirilgan boshqacharoq versiyasi. Bu bitta porsionda endi. Ha, bu bitta porsion. Bu 4 ta porsion. Farqi mana shu yerda. Narxi 33 million so'm. 33 million so'm albatta. Motor quvvatlari 300 kubalikmi yo 300 kubalik. Ha, 300 kubalik motor bilan ta'minlangan. Bu demak tashqi tomonlama bitta dizaynlarni ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. O'z fikringizni kommentariyada qoldirib, shuni so'rab qolardik. Asa o'sha videoni ko'rishda davom qilamiz. Meni kanalimga ham Global Salon 0080 ga obuna bo'lib qo'ysangizlar, xudo xolasa, mana shunday har ikki yangiliklarni qilib boramiz. Albatta, bu yerda Global Moto saloni ham silkasi bo'ladi, xudo xolasa. Silkasi bo'ladi. Shuni ham bir obunachilarga tushuntirib o'tib ketamiz. Endi keladigan bo'lsak, yengil mototsikllarni narxini aytib ketamiz. Albatta. Benzinlar, benzinli mototsikl, skuterlar, ya'ni. Skuter bo'lsin, boshqa modellar bo'lsin. Hozir bu tarafimiz mana skuter. Mana benzinli mototsikllarning eng arzoni G-Fox 130 kubalik mototsikl. 130 kubalik motor bilan ta'minlangan. Mana ko'rib turganlaringizda 17 lik diska bilan jihozlangan. Buni rasxodiga kiradigan bo'lsak, 100 kilometrga
1,5 litr benzin sarflaydi. 1,5 litr. Mana Juda o'zi ekonomичный eng ekonomik mototsikl hisoblanadi. Bu- Yana bakiga qarasang, mana 3 litr oladi, 3 litr. 3 litr. 3 litr bilan bemalol Nukusga ketsa bo'ladi 200 kilometrga. 200 kilometr, ya'ni Qoraqalpog'iston Nukus. Ha. 100% boradi Nukusga mana shu yerdan. Bu demak asosan shu Xorazm, Qoraqalpog'iston yo'llariga Mos mos tushgan juda mototsikl desak ham mubolag'a bo'lmaydi. 13,5 million so'm kelishgan holatda yana qilib beramiz, xudo xolasa. Yana tushadigan joyi Ha. bor ekan, 13,5 milliondan. Bunda garantiya 5000 kilometr beriladi. 5000 5000 kilometr garantiya beriladi. Bunaqa Mototsiklni endi ko'pchilik ana bu vilkalariga 1 million kilometr deydi, bular yolg'on narsalar-da endi. Ha, ha. Shunaqa bir yolg'on ma'lumotlar bermanglar, faqat motorga garantiya beriladi. Bu vilka- baribir texnika. Любой Ha. qachon buzilishi mumkin. buzilishi mumkin. Undan tashqari mototsiklga benzin suxoy o'zi solinadi. Suxoy. Avtol solinmaydi bunga. Ha, moy poy hech qanaqa Yo'q. nimalar aralashtirmasdan Mana shu to'g'ri bu to'g'ri. kartellar bu. Endi bundan tashqari bu yoqda J-Fox'ni 150 modeli bor. Mana 150 kubalik. Oldini dugalari 18 lik diska bilan jihozlangan. Buni raskoti 100 kilometrga 2 litr sarflaydi. Narxiga keladigan bo'lsak 17 million 500 ming so'm. 17 million 500 ming so'm G-Fox 150 kubalik klassический model desak ham bo'ladi. Bu ani klassika shaydolari uchun. Ha, ha. Ya'ni Yava, Ural haydagan bo'lsa, ulardan-da sifati yuqori hamda Judayam. qulay bo'lgan mototsikl hisoblanadi. Endi bu yoqdagi Lifan modeli bilasizlar, Lifan eng sifatli o'sha 10 talikka kiradi dunyo bo'yicha, juda ham sifat bo'yicha. Mototsikllar. 10 talikka kiradigan modellardan bittasi 150 kubalasi. Bu ham raskoti 2 litr. Buni narxi 1 million qimmat J-Fox'ga qaraganda, bu 18,5 million so'm. Brend baribir brend. Brend sifat endi juda ham yuqori. Ha. Endi buni ham kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladigan joyi bor, 18 milliondan даже. Bu hozir apelsin sveti, buni har xil svetlari bor, almin, Ya'ni qora. qizil, ko'k, yashil svetlari bor albatta. Buni kumda yuradimi deb so'raydilar. Bu kumda bemalol yuradi. Bu juda ham baquvvat mototsikl. Kerak bo'lsa orqasiga kuzov port taqadigan bo'lsa 1 tonna ham yuk tortadi bu. Ha, deylik orqasiga 1 tonnalik bord ortib, ya'ni mashinalarda bo'ladi-ku, teleshgan vazifasini bajarib, torttirsa Juda ham baquvvat mototsikl. Ha. Undan tashqari bu yoqda Lifan'ning 200 trail modeli bor. Bu crosslerimiz bilasizlar, o'sha asosiy cho'ponlar oladi, kumda haydaydiganlar. Cho'pon, ballonlarni bitta ko'rsatsak, judayam. tishlari juda katta. Yo'l tanlamas. 200 talik motor bilan jihozlangan. Juda ham miyakki mototsikl hisoblanadi. Mana amortizatsiyalarni ko'radigan bo'lsang, miyakki juda ham. Bu ha, o'sha ko'pchilik sportchilar asosan cho'llarda haydab buni reklamasini qilishgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak 26 million so'm narxi. 26 million so'mga Lifan X-Trail modeli 200 kubalik motor bilan ta'minlangan. Undan tashqari bu yoqda mana ko'pchilik talabga binoan Dayum model 200 talik. Bu ikkita gul shitr bilan jihozlangan. Ha, двойной ключ. Ha, двойной gul shitr, tezligimiz o'sha 120 ga chiqadi. Mototsiklga 10 ming kilometr garantiya beramiz. Bugungi kundagi narxi 23 million 400 ming so'm. 23 million 400 ming so'm Dayum brendida двойной глушительlari bor. Bu ham deylik yo'l tanlamas mototsikl desak mubolag'a bo'lmaydi. Narxi 23 million 500 ming so'm. 23 million 523 million 400 ming so'm. Keyingi modelimiz Yadaya 400 kubalik. Yada 400 kubalik. Aha. Bu 400 kubalik motosiklimizga raskot 3 litrdan 4 litrgacha raskot qiladi. Tezlikka qarab turib, mototsiklimizni bugungi narxi skidka bo'lgan 36 million 500 ming so'm. 36 million 500 ming so'mga, demak, sportivniy mototsikllarga o'xshash Yada 400 kubalik motor bilan ta'minlangan. Deylik 200 kilometrdan yuqori tezlikda harakatlansa bo'ladi bemalol. Bo'ladi. Endi undan tashqari hozir bu yerda mana Lifan'ni yangi modeli K19 200 modelimiz. K19. Ha, bu ham klassik. Bu modelimizga 10 ming kilometr garantiya beriladi. Sifat bo'yicha mana ko'rib turibsizlar, Lifan sistem original mototsikl. Buni narxiga kiradigan bo'lsak, bugungi kundagi narxi nalichiga 35 million so'm. 35 million so'mga Lifan K19 modeli. Bu nisbatan shaharlar ichida yurishga juda zo'r, chiroyli, vid tomonlama bo'lgan mototsikl hisoblanadi. Deylik 38 million so'mdan sotilayotgan ekan 35 million so'm, ya'ni 3 million so'm skidka orqali. Hozir bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingi modellarga keladigan bo'lsak, bu yoqda qo'shimcha yana qaysi modellar bor?
Menimcha bitta G-Fox qoldi bu yerda. Ha, Bu G-Fox Cross'lari, G-Fox'ning 200 talik. Buni skidkada 25 million qilib qo'yganmiz. 25 million so'm Ha, G-Fox. yana minus qilamiz, 24,5 qilib beramiz. 24,5 million so'mga G-Fox 200 kubalik motor bilan ta'minlangan. Bu ham o'sha yo'l tanlamas, ya'ni cho'llar uchun mo'ljallangan Ha. mototsikl. Menimcha yengil mototsikllar hammasini aytib bo'ldik. Endi qaysiga keldik? Endi skuterlar qoldi. Skuterlar, ketdik bo'lmadi skuterlarga. Skuterlarni tanishtirib o'tamiz. Bu yerda skuterlarga kelsak, bu yerda benzinli har xil variantlari bor. Endi juda ham ko'p. Bularni endi aytamiz desak, endi videomiz ham cho'zilib ketadi. Mana narxlarni aytadigan bo'lsak, 3,5 milliondan boshlanadi eng arzoni. Eng arzon skuterlar 3,5 milliondan skuterlarimiz tepaga qarab ketaveradi. Mana hozir mana shu turgan narsamiz 9,5 million so'm. Bu 3 g'ildirakli. 9,5 million so'm 3 g'ildirakli skuter. Buni endi kelishgan holatda skidka qilib beramiz. Skidka qilib beramiz. Kelsalar, xudo xolasa, juda ham narxini keskin tushirib 9 million, kerak bo'lsa 8,5 million ham qilib berishimiz mumkin. Ha, demak 8,5 milliongacha tushirib berishlar. Faqat nalichiga. Faqat naqd asosida. Bular 2025-yil hammasi yangi, batareykalar ham yangi, bu 24 emas. Bemalol xudo xolasa maza qilib haydaydilar. Demak, bularga endi odamlar so'rashi mumkin, hozirgi kunda prava qanday bo'ladi? Prava masalasini 100% hal qilib beramiz kelsalar. 25 tezlikdan oshmasa prava kerak emas. Prava kerak emas. Ularni kelsalar bafurcha o'zimiz gaplashib xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Tushuntiraman. Prava masalasida pravani ham yechamiz. Nomer masalasida nomerni ham yechamiz shu yerda. Hammasini qilib beramiz. Aholiga kerakli bo'ladigan barcha muammolarni yechib, chiroyli qilib xizmat qilamiz. Bu yerda mana hozir bu skuterimiz 9,5 million so'm elektronimiz, bu 6 ta batareyka bilan jihozlangan. Buni ham skidkada 8,5 million so'm qilib beramiz. 8,5 million so'm. Yani 1 million skidka qilib beramiz. Bu yerda mana aytganimizdek 3,5 dan tepaga 20 milliongacha skuter ketadi. Chunki bu yerda benzinlilar ham bor. Mana benzinlarni ham aytib ketishimiz mumkin. Bular benzinli modellarimiz, yo'q, elektron bular elektrik. Elektrikka ekan, mana benzinlarimiz bu yoqda. Mana benzinli modellarimiz, Baba Motorsimiz. Bu 18 million so'm tank modelimiz, bu yoqda 13,5 millionlik bor tank modelini. Bular nimasi bilan farq qiladi? Bittasi 150 kubalik motor bilan jihozlangan, bittasi 200 talik motor bilan jihozlangan. Delik skuterga 200 kubalik motor. Endi undan tashqari mana tashqi ko'rinishi, dizayner taraflama ham bir-biri bilan farq qiladi. Ikkalasi ham tank modeli, lekin farqi ishlab chiqarilgan zavodida, sifatida, shuning uchun dizaynerda farq qiladi. 200 talik motor, 150 talik. 18 million so'm, mana 13,5 million so'm tank modelimiz. 13,5 million so'm o'sha xalq tanigan tank modeli deb tanigan model. 13,5 million so'm. Bu yoqda mana 18 talik, 18 million so'mlik 150 kubalik bu Velomax kompaniyaga tegishli. Bu ham ko'rib turganlaringizdek dizayner sifati juda ham boshqacha ishlangan. Ya'ni politsiyskiy dizaynda ishlab chiqarilgan. 1 yil garantiya beriladi motosiklimizga. 18 million so'm. 18 million so'm. Keyingi modelimiz nomerli motosikletlardan bittasi Lifan firmaga qarashli. Bu Lifan firmaga 3 yil davomida garantiya beriladi. Bu motosikletimiz 150 kubalik tank modelimiz 19 million so'm. 19 million so'm 150 kubalik tank modeli. Deylik, bularni ham tanishtirib o'tdingiz degan umiddamiz. Bular ham mana 18 million so'm 150 talik, bu yoq ham 18 million so'm. Bular hammasi Lifan firma. Lifan firmasi. Lifan firma endi 3 yil davomida garantiya beriladi, sababi motor sifati juda ham yuqori. Deylik, motor tomonlama o'sha sifati uchun sal boshqa skuterlardan qimmatroq ham yuradi, garantiya tomonlari ham boshqa mototsikllarga nisbatan ko'proq berilganligi uchun. Endi yana bir qator ko'rinish qiladigan bo'lsak, mana tepa qismimizda sklatimiz bor, bir qator ko'rsatishingiz mumkin. Albatta. Bo'lmasa o'zingiz ko'rsataverasiz. Bo'ldi. Biz demak ushbu Lifan moto salonini O'zbekistonda yagona va eng katta mototsikl saloni degandik. Gapimiz isboti ko'rishinglar mumkin. Ikkinchi qavatga ushbu turdagi liftlar asosida chiqdik. Sizlarga bir boshdan ikkinchi qavatni demak obzor qilib ko'rsatib beramiz. Bunaqa hattoki avtosalonlar ham O'zbekistonda yo'q desak bo'ladi. Bu moto salon sizlar ko'rayotgan. Barcha assortimentlar ikkinchi qavatda ham, uchinchi qavatda ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Pastda obzor qilgan barcha mototsikllar assortimentlari ikkinchi qavatda ham bor. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda benzinli mototsikllardan Demans brendi asosida ishlab chiqarilayotgan benzinli mototsikllar bor. Qolaversa, Largo Motors brendi ostida ishlab chiqarilayotgan 300 kilogrammgacha yuk tashish uchun hamda odam tashish uchun mo'ljallangan maxsus ajoyib ushbu turdagi skuterlarni
ga ko'zimiz tushishi mumkin. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 12,5 million so'm skidka asosida sizlarga tushirib berishar ekan. Bu do'konimizning ikkinchi qavati edi, sizlarga tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan. Bu yerda skuterlar, asosan skuterlar uchun tashkil qilingan ekan. Xudo xolasa biz o'zimizning keyingi videolarimizda yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz va assortimentlar bilan to'ladi bu joy. Yana qiziqarli sizlar uchun video rolik bo'ladi. Bu yerda men sizlarga tanishtirilmagan elektronik kabinali mototsikllardan ham assortimentlar bor. Qolaversa, pol kabina bilan ta'minlangan Hunji brend vosita ishlab chiqarilgan elektronik mototsikllar bor. Demak, narxlari 15,5 million so'm 1 tonnali mototsikllar ekan. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, rahmat deymiz. Siz uchun pastda nomer qoldirganmiz. Ushbu nomerlarga aloqaga chiqqan holatda O'zbekistonning istalgan joyidan, qolaversa Xorazm, Qoraqalpog'istondan turib mototsikllarni sotib olishingiz mumkin. Nomer qoldirganmiz. Ushbu nomerlarga Telegram orqali murojaat qilsangiz yoki to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, xohlagan mototsiklingizni assortimentlaridan ko'rdingiz. Zakaz asosida dostavka xizmatlari ham tekin ekan. Buyurtma qilsangiz uyingizgacha borib, ko'rib, sifatiga qarab, pulini to'lab xarid qilsangiz bo'ladi. Bu O'zbekistonda yagona Lochin Lifan moto saloni edi. Rahmat hammaga videoni shu joygacha ko'rayotganlarga. Kanalimiz rivoji uchun like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turishni so'rab qolardik. Ushbu do'konning 3-qavati ham bor. 3-qavatni ta'mirlash jarayonida ekan. Shuning uchun sizlarga 3-qavatini ko'rsatib bera olmaymiz. Kanalimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat hammaga.